Assalomu alaykum. Xullas o'rtoqlar, menda bitta zo'r xabar bor. Qaranglar. Ukam menga juda ajoyib narsa aytdi-da, Sardor. Qarang. Va alaykum assalom yana bir bor. Qarang. Rostda storieslarni tekinga qilib berasiz, shunaqami? Shunaqa storieslarni tekinga. Ikkita profilimiz bor, ikkalasiga ham qo'yib beramiz. Bittasiga yuboramiz, bittasi mehmetga bor. Ikkalasi ham xudo xolasa ahvatlari yaxshi profil. Luboy odam jo'natsa o'sha. Yo'q, bu luboy odamga emas, bu anu katta kafe, restoran, oshxonalarga emas, bu o'zimizning opalarimiz, singillarimizni uyda tayinlab ko'payib ketgan-ku hozir. Uyda biznes qilayotganlarni podдержка qilamiz. Yangi boshlaganlarga podдержка qilamiz. Yuborishadi, storiesimizga qo'yib beramiz. Qaysidir kuni ko'payib ketsa, aytamiz, ertasi kuni chiqarib yuboringlar, shunaqa ishlaymiz. Xullas, qisqasi, agarda sizlarga tekin stories kerak bo'lsa, katta axvat bilan men stranchkasini belgilab qo'yaman. O'tib bemalol zakaz qilaveringlar. Bu tadbirkorlarni podдержка qilish uchun. Shunaqa duo qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunaqa.